Shulardan birini tanlab olamiz. Misol uchun mana shuni. Next'ni bosamiz. Bu yerdan hammasini belgilashimiz ham mumkin. Mana. Next'ni bosamiz. Bu yerga ism qo'ysangiz bo'ladi, masalan. Next. Tayyor. Ayolman degani. Yoshingizni belgilaysiz. Bo'yingizni belgilaysiz. Kilogrammingizni belgilaysiz. Bu yerda kilogrammingizni belgilaysiz. Qancha kilogrammingiz ko'p bo'lsa, o'shani belgilasangiz ham bo'ladi. Masalan, meni kilogrammim 70 kilo. Lekin men 70 ni belgilamayman, chunki sizlarga ko'rsatishim kerak-ku. Masalan, 70 ni belgilasam ham bo'ladi, 74 ni belgilasam ham bo'ladi. Siz kiloingizni belgilaysiz-da, qancha bo'lsa. Keling, men 70 ni belgilab qo'ya qolay. 70 bo'lgani uchun mana 70 kilogramm bo'lganim uchun 70 ni belgilayman. Siz ham o'zingizni kilogrammingizni belgilaysiz va next bosasiz. Demak, meni kilogrammim 63 kilo bo'lishi kerak ekan, yoshim va bo'yimni hisobga olganda. Bu ko'rsatib beradi. Demak, men ham sizlar bilan birgalikda bab-baravariga bajaraman barcha beradigan topshiriqlarimni. Aslida men 80 kilogramm edim, 10 kiloga ozganman va yana ozish jarayonidaman. Demak, buni birgalikda bajaramiz. Bu yo'lni birgalikda bosib o'tamiz. Mana. Next'ni bosamiz.